Önüm içimge tushib, nihoyat g'amkin o'ltiratdim. Tuyuqsiz dadam kelib, mo'ramni tutib, mundaq dedi. Nihoyat g'amkin o'ltirib ketibsan-ku o'g'lim. G'am qilma. Qara o'g'lim. Bu dunyoda Hazreti Yusuf alayhisalom qarindoshlar tarafidan quduqqa tashlab etildi. Arzon bahoga setib etildi. Hazreti İbrahim bo'lsa o'tqa tashlandi. Hazreti Musa sehrgar deb bo'htonga qoldi. Hazreti Nuh yolg'onchiga chiqarildi. Hazreti Muhammad alayhisalom bo'lsa qavmi tarafidan tashlandi. Beshiga toshlar yog'dirildi. Biz-chi o'g'lim, dunyoda papilnib o'tishni kutamdiq. Yo'q. Ko'zimizdan yosh taramlatgan kunlarimizmi bo'ldi? Nurg'un qiyinchiliklarni tatdiq. Allah osonchilikni berib, hammamiz o'tib ketmadimi? Nurg'un narsalarga muhtoj bo'lib qoldigandek his qilatdiq. Allah hammani ko'tarib o'tmadimi? Nurg'un qiyinchiliklar, turmushning qattiqchiliklari kunlar bilan tang o'tib ketdi o'g'lim. Bu yer degan dunyo. Beshimizga har turli ishlar, musibatlar kelishi mumkin. Eng muhimi, bularni go'zal bir sabr bilan beziyalisaklar, hammasi chiroyli o'tib ketadi bolam.